Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 24-avgust hafta kuniga dushanba 2026-yildagi skuter narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanidan bo'ladi. Akalar, mana bu yerda barcha turdagi skuterlarimizdan keng assortimentda mavjud. 4 ta, 5 ta, 6 ta akkumulyatorlik 3 ballonlilarni barcha turlaridan bor. Mana eng kichkina turidan boshlab eng katta 1 tonnali variantlarigacha bor. Xohlovchilarga tepasi ochiq, tepasi yopiq skuterlarimiz bor. İchkari taraflar ham mana e'tibor beringlar. Juda ham ko'plab turdagi skuterlarimiz mavjud. Eng arzonchilardan boshlaydigan bo'lsak, 14 cho'ntak modelimiz 4 ta akkumulyatorli bo'ladi, 14 ballonlik. Oldi orqa tormozi, tros tormozli bo'ladi. Ballonlari mana qizil chiziq tortilgan bo'ladi. Oldi orqaga yurish xususiyati bor. Motor quvvati 240 vatt, tezligi detskida 24 dan oshmaydi. Tezlatib ber deydiganlar bo'lsa 55 tezlikka chiqadigan qilib bersak bo'ladi. Komplektida mejigarlarigacha, zaryadka bakovoy kaska jiletlarigacha bo'ladi. Akalar, ranglarida muammo yo'q. Har ranglaridan bor. Qora, mana bunday tomli semiy ranglari, seriy ranglari bor mana bu yerda e'tibor bersanglar. Xo'p, narxlari chegirmada 3 million so'mdan qilib beramiz akalar. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Dastavkalarimiz bo'ladi barcha turdagi skuterlarimizga, lekin dastavkalar pullik, sizni joylashgan joyingizga qarab. Mana akalar, xuddi shunday holatda. Xo'p, uka ko'proq yuradigan bo'lsin, qimmatroq bo'lsin deydiganlar bo'lsa, bularimiz 30 kilometr yuradi bitta zaryadida. Endi 40 kilometrdan 60 kilometrgacha yuradiganlari mana 16 cho'ntak modeli hisoblanadi. Ko'rinish xuddi shunday holatda. Mana xo'p, razmerlari 16 ballon, saka diskalik, oldi tarafi 7 tormozlik, akkumulyatorlari 20 dan 5 ta joylashtirilgan. Motor quvvati 240 vatt, tezligi bu ham detskida 24 dan oshmaydi. Tezlatib ber desanglar 55 tezlikka chiqadigan qilib bersang bo'ladi. Bular ham oldiga, orqaga yurish xususiyatlaridan bo'ladi akalar. Mana telefon qo'yish uchun mana bunday pastavkalargacha bor. Bu orqali zaryad qilib ketish imkoni ham bo'ladi. Buni narxini chegirmada 4 milliondan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Obunachilarimizga oz-moz tushib beradigan joyidan bo'ladi. Bu 16 cho'ntak model akalar. Ana endi bu tarafda undan kattaroq modelimiz 20 ballon saka diskalik velosipedimiz hisoblanadi. Ballonlari shiroki, oldi tarafi 7 tormozlik, motor quvvati 240 vatt, amortizatorlari 2 dan 4 ta, haydovchi hamda yo'lovchiga oyoq qo'ygichlari bo'ladi. Eng muhimi, sidinalari ancha keng bo'lib kelgan yangilik modellarimizda 20 dan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan. Mana bunday dugalar bilan jihozlangan bo'ladi akalar. Xo'p, oldi faralari ham o'zgacha mana. Shunday holatda. Xo'p, bu bitta to'liq quvvatida xudo xolasa 50-60 kilometr masofani bemalol bosib o'tadi. Narxlarga keladigan bo'lsak 5 million so'm, 4 million 800 mingdan qilib beramiz akalar. Bu shunday holatda 28 diskalik velosipedimiz hisoblanadi. Mana naryoqda birinchi vipskalaridan ham bor. Akalar, bularni 4 million 600 ming so'mga qilib beramiz. Parametri bir xil holatda bo'ladi. Ikkita o'rindiqligi 4 million 600 ming so'm, bitta o'rindiqligini 4 million 800 ming so'm qilib beramiz. Naryoqda esa benzinli skuterlarimiz, ularni keyin tanishtirib o'tamiz. Ana endi bu tarafda 5 ta akkumulyatorlik skuterlarimiz 16 ballonli bo'ladi. Mana har xil modellaridan bor. Ko'rishingiz mumkin. Ana endi bir xil tipdagilarini aytamiz. Bu yerda Tank 5 Pro modelimiz bor. 16 ballon saka diskalik, oldi tarafi 7, orqa tarafi tros tormozlik, o'rindiqlari 2 talik bo'ladi. Mana xuddi shunday holatda. Ko'k, seriy qora ranglarda mavjud. Xo'p, bitta quvvatida xudo xolasa 40 kilometrdan 60 kilometrgacha masofa bosib o'tadi. Oldiga, orqaga yurish xususiyatlari bor akalar. Bularni chegirmada 5 milliondan xarid qilsangiz bo'ladi. Obunachilarimizga o'tib beradigan joyi bo'ladi. Mana bunday diskaligi. Xo'p, ana endi Ninja 5 Pro modellarimiz. Mana bular oddiy diskalarni ko'rsatyapmiz. Oldi va orqa tormozda 7 tormozlik, 20 dan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan. Oldiga, orqaga yurish xususiyatlaridan bo'ladi. 40 kilometrdan 60 kilometrgacha masofani bitta to'liq quvvatida bosib o'ta oladi. Xo'p, motor quvvati 240 vatt, tezligi detskida 24 dan oshmaydi. Sportda 45-55 tezlikka ko'tarsa bo'ladi akalar. Xuddi shunday holatda bo'ladi. Bu ham narxi chegirmada 5 million so'm, obunachilarimizga o'tib beradigan joyi bor. Mana Ninja 5 Pro modelimizni har xil rangdagilari, qora, xo'p, seriy hamda ko'k ranglarda mavjud. Qulayligi bularniki oldi orqa tormozda 7 tormozli bo'ladi. Telefon qo'yish uchun pastavkalarigacha bor akalar. Ana endi Duga 5 Pro modelimiz mana Li9 deb ham bilishadi. Qora ranglarda mavjud. Xo'p, 20 dan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan 16 ballon saka diskalik, oldi tarafi 7 tormoz, orqa tarafi tros tormoz, oldiga orqaga harakatlana oladi.
Bitta quvvatida bu ham 40 kilometrdan 60 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'ta oladi akalar. Bu ham chegirmada 5 million so'mdan obunachilarimizga o'tib beradigan joyi bo'ladi akalar. Mana bir xil tipdagi skuterlarimiz Tank 5 Pro 5 million, Duga 5 Pro 5 million, Ninja 5 Pro modellarimiz 5 million so'mdan oz-moz tushib beradigan joyi bor. Sababi parametrlari, xususiyatlari bir xil bo'ladi, faqat dizaynida ozgina o'zgarishlar bo'ladi akalar. Ana endi xuddi shu tipdagi aytaylik Ninja 5 Pro modelimizni full pozitsiyasi 6 talik akkumulyatorli varianti, balonlarga e'tibor beramiz. Redline diska bo'ladi, oporniy diskalari, tormoz tizimlari, mana katta diskalar qo'yilgan bo'ladi akalar. E'tibor beringlar. Shunday holatda oldi orqa tormozi jitkich tormozlik 20 dan 6 ta akkumulyator joylashtirilgan. Bitta quvvatida xudo xolasa 50 kilometrdan 70 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'ta oladi. Oldiga orqaga harakatlanish xususiyatlaridan bor. Tezligi detiskida 24 dan oshmaydi. Sportda 55. Xo'p, tezlikka ko'tara olsak bo'ladi akalar. Buni narxini 5 million 500 ming so'mga chiqarib beramiz. Xo'p, yangi pozitsiyalarda tezligi 45 gacha chiqadigan holati kuzatilib qoladi akalar. Xo'p, ana endi navbatdagisi TM6 full pozitsiyali skuterimiz ko'pchilik ko'rdi bu modelimizni. Redline diskali bo'ladi, e'tibor beringlar. Oldi orqa tormozi jitkich tormozli bo'ladi. Oldiga orqaga harakatlana oladi. 20 dan 6 ta akkumulyator joylashtirilgan. Sidinalari ancha keng bo'ladi mana. Akkumulyatorlar o'rindiq tagida bo'ladi. Oyoq taglari ham ancha keng, menish uchun qulay bo'ladi akalar. Sandiqchalari ham katta. Xo'p, oldiga orqaga harakatlana oladi. Mana bunday qo'shimcha dugalilari ham bor, mana fatfarli faralari qo'shilganlari bo'ladi va dugasiz variantlari ham bo'ladi. Narxida farqi yo'q. Ikkalasi ham 5 million 500 ming so'mdan chiqadi. Xo'p, obunachilarimizga 5 million 400 mingdan qilib beramiz. TM6 full pozitsiyali skuterimiz. Ranglarda muammo yo'q. Qora, ko'k, tomli, siniy, mana e'tibor bergan bo'lsanglar, har xil ranglarda mavjud akalar. Shunday holatda. Ana endi ichkari tarafga ko'rsatishdan oldin, bu yerda Tank 5 full pozitsiyasi ko'rishimiz mumkin. Redline diskali bo'ladi. Oldiga orqaga harakat qila oladi. Sidinalari 2 talik. 5 ta akkumulyatorli bo'ladi akalar. Redline diskali modelimizni tormoz tizimlariga keladigan bo'lsak, oldi jitkich, orqa tros tormozli bo'ladi. Buni narxini 5 million 300 ming so'mga chiqarib beramiz. Mana bu Tank 5 Pro bo'lsa, baloniga e'tibor beringlar. Bu Tank 5 da full pozitsiyasi. Redline diskali bo'ladi. Bu 5 million 300 ming so'm, bu 5 million akalar. Ana endi ichkari tarafni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ana bismillah. Mana ichkarida ham bir qancha skuterlarimiz mavjud. Bir qator ko'z tashlab qo'yamiz. Endi bu yerda tashqarida tanishtirganlarimizdan hop Ninja 5 full pozitsiyasi 6 ta akkumulyatorli bo'ladi. Bu 5 million 500 ming so'm. Duga 5 Pro 5 ta akkumulyatorli bo'ladi akalar. Bu 5 million oz-moz o'tib beramiz. Ninja 5 Pro modellarimiz bor. Buni ham tashqari tanishtirdim. Bular 5 million o'tib beradigan joyi bor. Hop, Tank 5 Pro modellarimiz mana 5 ta akkumulyatorlik. Bu ham 5 million chegirma qilib beramiz. Hop, Tank 5 da full pozitsiyasi tashqarida tanishtirdim. Bu 5 million 300 ming so'm akalar. Ana endi sizlarga bu tarafdagi skuterdan ko'rsatamiz. Hop, TM6 full pozitsiyali, mana qora rangidan e'tibor beringlar. Bu yerda aytganimdek dugaligi ham bor, dugasiz varianti ham bor. Narxlari bir xil bo'ladi akalar. 5 million 500 ming so'm oz-moz tushib beradigan joyi bo'ladi. Mana o'rindiqlariga e'tibor beringlar. Xuddi shunday ancha keng, qulay holatda bo'ladi. Mana ranglaridan qora, tomli, siniy, ko'k, bu yerda yana tomli, siniy ranglarda mavjud. 6 ta akkumulyatorli bo'ladi akalar. Ana endi Tesla modellarimiz bor, 6 ta akkumulyatorlik. Xuddi shunday qora ranglarda mavjud. Redline diskali bo'ladi. 20 dan 6 ta akkumulyator joylashtirilgan. Motor quvvati 240 vatt. Tezliklari bu ham DTS'da 24 dan oshmaydi. Agar sport rejimga o'tkazadigan bo'lsak 55-60 tezlikka chiqadigan bo'ladi. Bitta quvvatda 40 kilometrdan 60-70 kilometrgacha masofa bosib o'tsa bo'ladi. Buning ham narxi 5 million 500 ming so'm, 5 million 400 ming qilib beramiz akalar. Ana endi ZJ modelimiz bor. Shunday holatda bo'ladi. Balon diskalari Redline kattadan bo'ladi, 6 ta akkumulyatorli bo'ladi. Hop, o'rindiqlari keng mana. Juda ham baquvvat skuterlarimizdan oldi orqa tormozi jitkich tormozlik. Bitta quvvatida bu ham 40 kilometrdan 70 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'tsa bo'ladi. Buni ham narxi 5 million 500 ming so'm, obunachilarimizga o'tib beradigan joyi bo'ladi. Xuddi shunday holatda.
Endi bu yoqda eng arzonchiroq, ya'ni 5 ta akkumulyatorlikda arzonchirog'ini ko'rsating deganlar bo'lsa, bitta robot kalla modelimiz bor, 16 ballon saka diskalik, oldi tarafi jiddiy tormozlik 20 likdan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan. Xo'p, 40 kilometrdan 60 kilometrgacha masofa bosib o'tsa bo'ladi. Buni narxini akalar 4 million 600 mingga qilib beramiz. Shunday holatda. Ana endi dastavchik akalarimiz uchun mana bunday Monster modeliga o'xshab ishlab chiqarilgan modellarimiz bor. Akkumulyatorlari yangilik, katta bo'lib kelgan, 60 ga 56 amperni tashkil qiladi. Amortizatorlari ikkitadan 4 ta bo'ladi. Ikkala yonida mana bunday so'mka qo'yish uchun moslamalari bor. Tablolari yangilik. E'tibor beringlar, tormoz tizimlari old-orqa tormozi jiddiy tormozli bo'ladi. Xo'p, akalar buni xo'p 760 dollarga chiqarib beramiz. Komplektida zaryadka bakovoylari, pedali ham bo'ladi akalar. Xo'p, shunday. 760 dollar. Ana endi sizlarga navbatdagi skuterlarimizdan mana bu modellarimiz qolyapti. Retro fasondagi, xuddi mototsiklni eslatib yuboradi akalar. 20 likdan hop 6 ta akkumulyator joylashtirilgan. Diskalar mana baquvvat, Cherokee balonda, motorlar ham baquvvat bo'ladi akalar. O'rindiqlari ancha keng. Hop, buni narxi akalar 6 million 800 ming so'mga chiqarib beramiz. Yonidagi burgut 3 hop oddiy pozitsiyasi, ya'ni 20 likdan 6 ta akkumulyator joylashtirilgan bo'ladi. Balonlari oddiy, motor miyi 1000 bo'ladi akalar. Buni narxini 600 dollarga chiqarib beramiz. Hozir ozgina ishlari bor, terish jarayonida. Hop, ana endi navbatdagi dugali skuterga qiziqqanlar bo'lsa, old-orqa tormozi jiddiy tormozlik mana bunday modellarimiz bor. 20 likdan 6 ta akkumulyator joylashtirilgan. Motor miyalari baquvvatlaridan bo'ladi akalar. Buni narxini 580 dollarga chiqarib beramiz. Dugali skuterlarimiz. Hop. Endi bu tarafga o'tadigan bo'lsak, akalar mana bu yerdan davom ettiramiz. Ya'ni mana dugalik modelimiz. Hozir tanishtirib o'tdim. Mana endi burgut ko'zi ikkinchi pozitsiyasi, ko'rinishi derski, chiroyli holatda bo'ladi. Balonlari Cherokee saka diskalik, 20 likdan 6 ta akkumulyator joylashtirilgan. O'rindiqlari ancha keng bo'ladi, minish uchun qulay, tablolari shunday holatda. Motor miyalari 1000 bo'ladi. Buni narxini akalar 630 dollarga chiqarib beramiz. Mana endi parametrlari bir xil. Yangilik skuterlarimizdan kelgan, mana Hokken desanglar tanib olamiz. Hop, 20 likdan 6 ta akkumulyator bo'ladi, motor miya 1000. Balonlari yumshoq balonda, old-orqa tormozi jiddiy tormoz akalar. Bitta quvvatida kami 40 yuradi, ko'pi bilan 60 kilometrgacha masofa bosib o'tsa bo'ladi. Akalar buni 650 dollarga chiqarib beramiz. Hokken modelimiz. Hop, burgut ko'zi 3-pozitsiyasi mana qora seriy ranglarda mavjud. Hop, buni ustunlik jihati 32 likdan 6 ta akkumulyator joylashtirilgan. Motor miyalari 2000 watt bo'ladi akalar. Tormozlari old-orqa jiddiy tormozli bo'ladi. Tezliklari tabloda yangilik modellarimizda 88 dan 93 gacha ko'rsatyapti, lekin o'zimiz mashinaga solishtirib sinab ko'rmadik. Menimcha odam bilan yurganda haqiqiy tezligi 80 tezlikka ko'tarilsa kerak. Akalar buni narxini hop 700 dollarga chiqarib beramiz. Mana ranglarini xohlagandan olsanglar bo'ladi. Hop, yangilik modellarimizdan mana bu yoqda ham bor. Mana akalar. Ko'rishimiz mumkin. Bu yerda X9 modelimiz bor va mana bunday 85 yozuvlik modellarimiz bor. Mana ko'rishimiz mumkin. DR belgilik modellarimiz bor. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsa, akalar X9 modelimizni 7 million so'm o'tib beramiz. Redline diskalik 20 likdan 6 ta akkumulyator joylashtirilgan, motor miyalari baquvvat, ko'rinishi ancha derski. Mana sidinalari ancha keng akalar. Tablolari xuddi shunday holatda. Hop, 7 million so'm o'tib beradigan joyi bo'ladi. Mana bunday dugalar bilan jihozlangan bo'ladi. Hop, bu modelimizga keladigan bo'lsak, bu o'zgacha holatda 85 modelimiz. Hop, ochib ham ko'rsatib beramiz. Mana akalar. Xuddi shunday holatda. Mana sidinalarga e'tibor beringlar, juda ham keng holatda. Hop. Bu yerda mana qo'shimcha joylari ham bor. Akkumulyatorni bu yerga qo'ysa bo'ladi. Hop, buni narxiga keladigan bo'lsa, akalar 630 dollarga chiqarib beramiz. Obunachilarimizga o'tib beradigan joyi bo'ladi. Hop, navbatdagi modelimizni mana Redline diskali, parametrlari bir xil. Hop, 20 likdan 6 ta akkumulyator joylashtirilgan bo'ladi. Sidinalari bu ham ancha keng. Tablolari xuddi shunday tabloda mana
Buni $600 kamaytirib beramiz akalar. Hop, ana endi 3 ballonli skuterga qiziqqanlar bo'lsa, 3 ballonli eng kichkina skuterlarimizdan ko'rinishlari xuddi shunday holatda, har xil variantlarida bo'ladi akalar. Xo'p, bu modellarimiz 20 lidan 5 ta akkumulyator bo'ladi. Sidinalar oldiga, orqaga suriladi. Bu yerdan kichkina bolajon uchun o'rindiqlar ochiladi mana. Hozir bir qo'limdan noqulay. Mana. Shunday holatda bo'ladi. Bularning narxi akalar $600. Buni ham narxi 600, bu ham va bu ham $600 bo'ladi. Oz-moz tushib beradigan joyi bo'ladi akalar va mana bu modelimiz $630lik model hisoblanadi. Mana ko'rinishiga o'zingizlar bitta baho beringlar. Faralari ancha katta. Dizayn jihatdan ham ozgina chiroyli ishlangan bo'ladi. Bu $630 akalar. Mana endi orqasida odam o'tiradigan kerak deydiganlar bo'lsa 32 dan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan. Mana bu modellarimiz bor. Mana akalar. Buni $700 ga chiqarib beramiz. Bitta quvvatida kamida 40 yuradi, ko'pi bilan 60 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. Xo'p. Xuddi shunday holatda. Endi lotkalik modelimiz qolib ketibdi akalar. Lotkali modelimiz 20 ballon sakadiskalik, oldi tarafi jitkiz tormozli bo'ladi. Haydash uchun qulay, bu yerda bitta odamni bemalol o'tkazib olib ketish imkoniyatini beradi. Sahnalari keng. Xuddi shunday holatda bo'ladi akalar. Buni paytida $600, 680, 550 gacha qo'yilgan. Hozir chegirmada $530 dan xarid qilsangiz bo'ladi. Yana o'tib beradigan joyi bo'ladi akalar. Sababi bir dona aybi shu yerda mana farasini oldida ozgina chizig'i bor. Shu aybi xolos, lekin faraga hech qanaqa daxli yo'q akalar. Shunday holatda. Buni narxini $530 o'tib beradigan joyi bo'ladi akalar. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, manzilimizni yana bir eslatib qo'yamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan. Keladiganlar bo'lsa, bemalol kelib, ko'rib, tanlab olib ketsanglar bo'ladi. Agar uzoq masofada bo'lsanglar, telefon orqali zakaz bersanglar, chiqarib yuboramiz. Faqat yo'l pulini to'lab olsanglar bo'ldi akalar. Bu yerda mana Yadiya firmasining barcha turdagi skuterlaridan mavjud akalar. Bularni farqli jihati 1 yillik servis kafolatiga ega, to'rttaligi, ya'ni 4 ta akkumulyatorligi $500, 5 ta akkumulyatorligi $610, 6 ta akkumulyatorlik T5 modeligacha $750. Xo'p, bu yerda bu modellarimiz bor. Akkumulyatorlari baquvvat, miya motorlari baquvvatlaridan bo'ladi. Xo'p, buni akalar $1050 ga chiqarib beramiz va Yadiya modelini xuddi shunday 3 ballonli skuterlarini $950 ga chiqarib beramiz akalar. Endi tepasi yopiq skuter so'raganlar bo'lsa, eng ixcham variantdagi tepasi yopiq skuterimiz mana tomlarigacha bo'ladi akalar. Hop, buni narxini $720 ga chiqarib beramiz. 20 dan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan bo'ladi. Dvorniklarigacha ishlaydi, bakovoylarigacha bor akalar. Shunday holatda. Albatta, shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, videoga like bosib kuzatishda davom etinglar. Men sizlarga hozir yuk oladigan 3 ballonli skuterlarimizni ko'rsatib o'taman. Xo'p, bu yerda velosipedimiz bor akalar mana. Shunday holatda bo'ladi. Xo'p, oldi tarafi 20 ballon, orqa tarafi 18 ballon bo'ladi. Ham arava, ham o'rindiq bo'ladi akalar. 20 dan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan. Zaryadi tugab qolsa, velosiped qilib foydalansangiz ham bo'ladi akalar. Xo'p, buni prava so'ralmaydigan sertifikatlargacha bo'ladi. Hop, buni narxiga keladigan bo'lsak, $570 ga chiqarib beramiz. Oz-moz tushib beradigan joyi bo'ladi akalar. Aynan shu modelimizni. Hop, navbatda 200 kiloli modellarimiz mana sakadiskali bo'ladi. 4 ta chiroqli ko'rishimiz mumkin. Yonlarida 4 ta qo'shimchali chiroqlari bo'ladi. Hop, o'rindiqlar mana ancha keng, orqada ham arava, ham o'rindiq qilsa bo'ladi. 32 dan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan. Buni narxini $700, oz-moz tushib beradigan joyi bor. 300 kiloli Prada modellarimiz. Orqa ham o'rindiq bo'ladi, ham arava bo'ladi akalar. Shunday holatda bo'ladi. Buni narxini chegirmada $800 dan chiqarib beramiz. 32 dan 5 ta akkumulyator bo'ladi. Bu mana boshqacha rangida. Shunday holat. Ana endi bundan kattaroq modellarimizni ko'rsatib o'tamiz. Burgut ko'z 3-pozitsiyasi terilish jarayonida va 3 ballonlik farasi katta modelimiz ham xuddi shunday tayyorlov jarayonida. Bu yerda cho'ntak modellarimiz, ya'ni 16 modellarimiz va bu yerda
tepasi yopiq skuter so'raganlar bo'lsa, mana bunday yangilik modelimiz kelgan. Orqasi ham, tepasi ham yopiq, tentlari bo'ladi. 32 likdan 5 ta akkumulyator bilan jihozlangan. Oldi tarafi xuddi shunday ko'rinishda mana. Narxini akalar $900 chiqarib beramiz. Shunday. Bu modelimizni narxida ko'rsatib o'tdik. Endi velosiped so'raganlar bo'lsa, mana 28 ballonli velosipedimiz mavjud. Motori oldi tarafda bo'ladi akalar, akkumulyatori bagajida 36-12 amper. Bitta quvvatida xudo xolasa 30 km masofa bosib o'tadi. Tezligi 29-30 tezlikka ko'tarila oladi. Pedaldan ham haydasiz bo'ladi. Narxi 4,5 million. Obunachilarimizga 4,300,000 qilib beramiz akalar. 28 ballon velosipedimiz. Shunday holatda. 1 tonnali modelimiz bor mana. Baquvvatlaridan $1250. Bu yerda 300-400 ga mo'ljallangan hamda 500 kiloli modellarimiz bor. Bularni 300-400 kiloligini $870, 500 kiloli modelimizni $1000 ga chiqarib beramiz akalar. Shunday holatda. Xo'p, bu yerda endi benzinlik modellarimiz Tank 2 150 kubalik shot spravka bilan birga $1000 ga chiqadi. Tiger modelimiz shot spravka bilan birga $1200 ga chiqadi akalar. Ichkarida ham Tiger ikkinchi passali modellarimiz bor. Ularni ham $1200 ga chiqarib beramiz akalar. Shunday holatda. Demak akalar, e'tibor uchun kattakon rahmat. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar va albatta like bosib o'tishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.